Har hayotga Napoleon miloviy qilib zeriktinglarmi? Kelinglar bugun nejni tayyorlaymiz. Ishni tuxumni oqidan sarig'ini ajratish bilan boshlaymiz. Sariyoni qirg'ichdan chiqarib, un bilan urvoq olamiz. Urvoqli massaga smetana va razrıhlichini solamiz. Yaxshilab aralashtirib, ketidan tuxum sariqlarini solib, o'rtacha yumshoqlikda xamir qoramiz va xamirimizni 3 ga bo'lib, muzlatgichga joylaymiz. Xamirimiz qotib muzlagandan keyin 3 tuxumga shakar, vanilin solib, yaxshilab ko'pirtirib olamiz. Bize mana shunaqa og'ir va plotniy massa bo'lishi kerak. Shunda bezemiz qotib pishadi. Xamirni qirg'ichdan chiqarib, to'rtburchak qilib tekislab, ustiga bezeni chiroyli qilib chiqaramiz va maydalangan yong'oq sepamiz. Pishiriqlar ko'ngildagidek chiqishi uchun duxovka juda ham katta rol o'ynaydi. Menda Midea duxovkasi. Midea duxovkasida hamma pishiriqlarim idealniy chiqadi. Har bir qavatini shu ketma-ketlikda pishirib olib, kremlab, strujka sepamiz. Zo'r retsept evaziga bitta like kutaman.